Assalomu alaykum Tulan klinikamizni aziz hurmatli kuzatuvchilari. Bugun sizlarga semizlikni reproduktologiyaga qanday ahamiyati bor shu to'g'risida gapirib o'taman. Chunki hozirgi kunda semizlik eng dolzarb, eng nima deydi, katta o'zgarishlarga olib keladigan zamonaviy metabolik sindromdek gap. Уже masalan semizlik kelib chiqdi, boshqa jarayonlar ham kelib chiqadi. Shu sababli biz semizlikda aynan reproduktologiyaga qanday ta'sir qiladi, keyin shu to'g'risida gapirib o'taman. Sizda semizlik bor yoki yo'qligini bitta usul orqali aniqlashingiz mumkin. Keyin sizlarga eng oddiy usuldan sizda ortiqcha tana vazn bormi yoki yo'qligini aniqlab o'rgatib qo'yaman. Masalan, sizning tana vazningiz 67 kg, bo'yingiz 1.67. Bunda siz 100 dan ayirasiz, 67 kg bu norma. Masalan, siz tana vazningiz 70 kg, siz bo'yingiz bo'lsa 1.50 sm. Ayirsak 100 dan raznica juda ham katta chiqadi. Sizda demak semizlik bor demoqchi bo'lganim. 1.50 bo'lsa, bu sizning tana vazningiz 50-55 atrofida bo'lishi kerak. Va keyingi sizga osonroq tushunadigan usul IMT, xalqaro kiritilgan usullardan biri. IMT darajasi agar sizda 30 dan oshdi, uje sizda semizlik qo'yiladi. Semizlik 1-chi, 2-chi, 3-chi daraja qilib. Sizda semizlik kuzatilgandan keyin buni reproduktologiyaga qanday bog'laymiz? Aynan tabiiy usulda homiladorlik bo'lish ehtimolligi kamayadi semiz ayollarimizda. Va keyin homilador bo'lgan, masalan, testda chiqdi, lekin bolani bachadonga o'rnashish, ya'ni implantatsiya jarayoniga ham to'sqinlik qiladi. Semiz bo'lgan, to'lacha bo'lgan ayollarimizda. Va semizlik yana nima jarayonlarga ta'sir qiladi? Bu ovulyatsiyani bloklaydi, ovulyatsiyani buzilishiga olib keladi. Ya'ni sizda insulin balandligi hisobiga sizda follikul o'sadi, lekin u yorila olmasligi mumkin, chunki insulin rezistentlik holati bor sizda. Va insulin sizda o'sha tuxum hujayralaringizda retseptorlarga L-ni taniydigan retseptorlar o'rniga o'tirib oladida, sizda ovulyatsiya jarayoni sodir bo'lmaydi. Shu sababli sizda homiladorlik sodir bo'lmaydi. Bu tabiiy usullardan. Va sizda agar ekoga yoki IVF ga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lsangiz, bunda sizda ekoni sifatlilik darajasi ham pasayib ketadi. Ya'ni sizga o'xshash ehtimolligi ham kamayadi. Yaqin orada tadqiqotlar o'tkazilishi bo'yicha to'lachadan keyin ayollarimizda nozik bo'lgan ayollarga nisbatan ekoni o'xshash ehtimolligi, ya'ni o'sha bachadonning ichiga embrion o'rnatilgandan keyin, transfer qilingandan keyin bachadonni ichiga bolani o'rnash ehtimolligi kamligi aniqlangan. Shu sababli biz har doim hamma kelgan ayollarimizga birinchi o'rinda qiladigan ishingiz, siz vaqtida uyqu, soat 10 dan keyin uxlang va dieta va sportni albatta amalga oshiring. Siz dieta, sport deganda ko'pchilik noto'g'ri tushunishadi. Meni sharoitim yo'q, dieta qila olmayman, sportga qatnay olmayman. Siz kuniga yurishingiz o'zi yetadi. O'sha har kunlik ishingizdan tashqari ozgina yarim soat o'zingizga yoqqan holatda yuring deymiz. Chunki agar sizga yoqmasdan, yoqtirmasdan yoki bir narsani yeb iste'mol qilgan holatda yursangiz, insulin yana ham oshaveradi. Masalan, kimdirlar semichka chaqib aylanishi mumkin, morojniy yeb aylanadi. Bu nabrot insulinni yana ham ko'tarib beradi. Shu sababli sizlarga har doim aytadiganimiz o'sha sportda faqat suv ichib yurishimiz kerak. Va uyqudagi aynan siz o'sha sifatli uxlasangiz, sizni ozish ehtimolligingiz ham shunchalik yaxshi bo'ladi. Agar siz uxlamayapsiz, sizda ming sport bilan shug'ullaning, ming dieta qiling, siz hech ham oz olmaysiz. Va xuddi shunday bitta sizlarga o'zimni nima deydi, ayollarim, patsientlarim orasida bo'lganlarni sizga aytaman. Qabulimga bundan 2 yil avval bir ayol kelishgan, 110 kg edi. Men ularga shunday ko'rinishidan, habitusidan qarab o'sha ajratadigan bo'lib ketasiz. Ko'rinishidan sraz aytdim, xafa bo'lmang. Sizni to'lachadan kelgansiz desam xafa bo'lmang. Biroz ozaylik, keyin homilaga harakat qilamiz dedim. Va ularga men 3 oylik davo muolajasi yozib, sport 100%, dieta qilasiz deb yubordim. Ular 7 yillik birlamchi bepushtlik edi. Turbali o'tkazuvchanligi bor.
faqatgina follikul yetiladi, yorilmas edi ularda, yorilmas edi ekan. Keyin to'xtang dedim, avval siz organizmingizni to'g'rilab olaylik, hammasini joyida qilib ozgina vez tashlaganimizdan keyin tabiiy homilaga harakat qilamiz dedim. Keyin xo'p deb ketishdi. Уже 3 oy o'tdi, 4-oyga kelaman deyishganida ular 3 oyda ichida 85 kilogramm 87 kilogramm vaznga tushgan va tabiiy homiladorlik bo'lgan ularda. O'sha bolajon o'g'il ko'rishgan, ikkinchisiga xudo xolisa hozir harakat qilyapmiz. Demoqchi bo'lganim, siz agar to'lachadan kelgan bo'lsangiz, sizda ozish jarayonida ham sizda homilador, tabiiy homiladorlik bo'lish shansiz 10-20% gacha ortish ehtimolligi bor. Bu isbotlangan. Shuning uchun siz o'zingizni tana vazningizni hisoblangda, sizda bepushtlik kuzatilayotgan bo'lsa, ozishga harakat qilishimiz kerak. Va ozishda ham charchadim, ozmayapman, keragi yo'q deyishni o'zi sizda semizlikni keltirib chiqaraveradi. Shuning uchun siz qilayotgan ishingiz o'zingizga yoqishi kerak. Dieta va sport va uyqu, suvni vaqtida ichish, shular sizga yetarli. Endi o'ta darajada yuqori, 3-darajali semizlikda unda endokrinolog, diyetolog bilan shug'ullanganingiz yaxshiroq. Sizda effektlik yana ham oshadi, ya'ni reproduktolog bilan birgalikda. Va keyingi o'rinda endi biz reproduktolog sifatida xo'jayinlar ham bizga kelishadi, ularni davolaymiz va xo'jayinlarning tana vazni yuqori bo'lsa yoki xo'jayini kelishmagan, o'zlari qabulga kelishgan bo'lsa, birinchi o'rinda so'raydigan savolim, bo'y vazni qanaqa? Keyin hayratlanishadi. Nima qizig'i bor sizga deb ayrimlar shunaqa savol ham berishgan. Aytmoqchi bo'lganim, to'lachadan kelganmi, qorni bormi xo'jayiningiz desam, ha, o'tiroq hayot, kompyuterda ko'p o'tirishadi yoki shofyor yoki ko'p o'tirishadi. Bunda qorin bo'lgan erkaklarda aynan testosteron miqdori kamayadi va bu spermani sifatiga, spermani foiziga, urug'da ya'ni sifatli bo'lishiga ta'sir ko'rsatib, nabarot ayollik gormonining ortishiga, ya'ni yog' o'zidan estrogen, yomon sifatli estrogen ishlab chiqarishni boshlaydi. Shu sababli testosteron tushadi. Ayollarimizga shuni aytaman, agar xo'jayinlar ham to'lachadan kelgan bo'lsa, ularni ham birgalikda sport va dietaga majburlash kerak. Bu nafaqatgina sizni homilador bo'lishingiz uchun, sizni sog'lig'ingiz uchun ham juda ham muhim. Meni juda ko'p ayollarim, patsientlarim bor, o'ziga juda ham e'tibor berishadi. Tana vazniga, qorin atrofidagi yog'ga, son atrofidagi yog'larga juda ham e'tibor berishadi. Bu o'zi uchun ham yaxshi va juda ko'pchilikda majburan yo'q ozishimiz kerak deganimda ham juda ko'p natijalarimiz bor, tabiiy natijalar ham. Va o'zlari ham bizga rahmat aytib ketishadi, chunki yengillashib qolgani uchun. Shu sababli sizlarga ham beradigan maslahatim, agar vazningiz yuqori bo'lsa, homilaga harakat qilayotgan bo'lsangiz, albatta vazn tashlashga harakat qiling. Sizni ishingiz va vrachingizning ishi yengillashadi. Sizda quyidagi aytilgan ma'lumotlardan qay biri tushunarsiz bo'ladigan bo'lsa yoki savollar tug'ilgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bizni internet tarmoqlarida kuzatishda davom eting. Qabulga yozilish uchun esa quyidagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Siz bilan ginekolog reproduktolog o'zida shifokori Mahfuza Muhsinova bo'ldi. Salomat bo'ling.